Mana огородni ko'ryapsizlarmi zo'rligini. To'g'rimizda 242 maktab, orqa oldi огород, Yunusobod 15-kvartalga kelganmiz. Ikki xona birinchi etajimizda chiqyapti, bez remont. Hozir men sizga to'liq obzorini ko'rsatib beraman. Bu yog'imizda asosiy podyezddan kirish ishimiz bo'lyapti. O'ng qo'limizda birinchi xonamiz mana. Uyimizda bez remont holatda turibdi. Bu yoqda kladovkasi bor, xohlasanglar buzib yuborsangiz ham bo'ladi. Chap qo'limizda zalimiz bo'ladi mana. Zalni ham ko'rsangiz bo'ladi. Katta keng qilingan. Bu yoqdan balkonga chiqsa bo'ladi. Tualet vannasi alohida. Hop, bu yog'imizda tualetimiz bo'lyapti. Bu yog'imizda esa vanna. To'g'ri yuramiz. O'ng qo'limizda oshxonamiz bo'lyapti. Oshxonani bu yoq balkonga olib chiqsanglar bo'ladi. Balkoni 2 ga 6, o'zining podvallari ham bor ekan bu yoqda. Plus огород, bu yoqdan огород qilsanglar bo'ladi. Orqa tarafida ham огород bor. Hop, uyimizdan 58 kvadrat, narxini 67.500 deb to'lashyapti. Sunnatiga ozgina olib berishar ekan, ulgurib qolinglar. Bunaqa narxlarda uylar kamayib ketyapti. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar.